Bugun hamma o'ylaydi, nimani o'rganishimiz kerak, qanday o'rganamiz, nima qilsak bo'ladi. Biroz hazil o'laroq aytilganga o'xshaydi, lekin achchiq haqiqat bugun telefon qilmaslikni va telefonga javob bermaslikni o'rganadigan bir paytdir. Bu nima degani? Boshingizga bir ish tushsa darhol telefonga yopishmang. O'zingiz hal qilishga urining. Yiqilsangiz, surinsangiz. Chunki boshingizga ish tushganda qo'ng'iroq qilsangiz ham hech kim olmaydi baribir. Keyin odamlardan xafa bo'lib yurasiz. Endi ishlaringiz zo'r bo'lib yotgan bo'lsa, hammasi joyida bo'lsa, telefonlarga javob bermay qo'yavering. Ko'p hollarda to'xtovsiz jiringlayotgan telefonlar u telefon egasini yiqilishi bilan ovozlari o'chadi. O'shaning uchun nima qilaman endi siz oila. Oila. Do'stlar, jigarlar. Sizni sizligingiz uchun yaxshi ko'rganlar.